Shu kichkina qishloqchamizda Muqimiy ko'cha nomi mahallasining ko'cha nomi Muqimiy qishloqchasida katta bo'lgan Kuba ismli bolakay bugun fermerlik ishlarini davom ettiradi. Hammaga salom YouTube ahli. Hammaga salom. Bu sizlar bilan men Kuba Minecraft. Bugungi videomizda biz fermerlik ishlarini olib boramiz. Qani bo'lsam ketdi. Videoga like bosib, shu videoga obuna bo'linglar. Maksimalli o'rtoqlarga tarqatib o'tinglar. Qani bo'lsam go. Birinchi uyimga kirib olamiz. Mana mening uyim Muqimiy mahallasi 47-uy. Buni raisimiz bergan. Oqsoqol. O'zbekchasiga oqsoqol. Endi biz fermerlik ishlarimizni davom ettiramiz. Endi orqada agrotim bor. O'sha agrotimda polizlarimni olishimiz kerak. Uzr hammaga obunachilar, anchadan beri video chiqmay qo'ydi. Buning sababi men shavollab qoldim. O'shaga video chiqarib oldim. Tezroq ikkita tashlaymiz. Iltimos videoga like bosib obuna bo'linglar. Maksimalli o'rtoqlarga ham aytib obuna bo'linglar. Mening maqsadim shu qishning oxirigacha 200 ta bo'lish. Shu qishning oxirigacha 200 ta bo'lamiz. Hamda men hozir aytaman. Kuba Minecraft o'zimdagi Bistro Minecraft hamda Zohir Minecraftlarga ham obuna bo'linglar. O'shalarga men aytgan hammaga obuna bo'linglar. Sizlar ham videoni maksimalli daraja orqadan bitta berib qo'ying. Sizlar ham videolarni boshqalarga ham maksimalli tarqatib obuna bo'ldirgizinglar. Hani endi yig'ib olamiz. Hozir kelaman obunachilar. Mening bu yerda molxonam bor. Bu aytaymi yerda nima boqaman hozir. Men ko'chadan olib kelaman nima edi? Tovuq olib kelaman hamda uni qilaman. Hozir obunachilar tovuq olib kelishga go. O'sam ketdik endi tovuq topishga. Bitta qo'ylar bor-ku, men qo'yim bor. Ana topdim. Mana asiga 2 dona boqaman. Ketdik tovuq. Sheriklarni ana yana topdim. Bo'ldi, endi topdim ikkita. Bu yoqqa kel. Tezroq yur. Ey tovuq. Ana kelyapti ikkitasi ham. Ketdik endi. Endi bularni jo'ja tug'dirishim kerak. Tezroq. Ketdik. Tovuqlar tezroq yuringlar. Tezroq. Necha soat yuradi bular? Ana keldi bizga. Tovuqlar. Bak o'tiribman. Tezroq. Kelinglar, tovuqlar. Bu yoqqa kel. Kech bu qoldi. Kiringlar. Yur. Bir tarafgacha bitta tuxum kerak menga. Bo'ldi. Okey. Hozir bo'ladi. Jo'jacha chiqib ketdi.
Yüzük geçip kaldı. Uf, yüzük geçip kaldı. Tezroq uxlashim kerak. Tezroq kirsadan men bitdim. Oldu qollarim. Bo'ldi, ketdik endi uyga. Keyin ertalab tong bo'lgandan keyin qornimni to'yg'izib olib, keyin bu qishloqchamizni ko'rsatib o'taman. Muhkamiy qishloqchasini. Turdim, obunachlar. Endi bularni solib qo'yaymikan? Yo'q, sabzi. Ketdik. Endi biz ketdik. Endi biz restoranga borib ovqatlanamiz. Restoran emas, endi oddiygina, kichkinagina. Anavi nomi o'tiradigan joyda. Boshqa borib ovqatlanamiz. Bundan oling. Yo'q, bundan oling. Bundan ham olaman, mana joyga qo'yaman. Endi go ketdik endi. Mahallasida 39-uy. Oy, creeper meni ko'rib qolishga solib qoldi. Voy, mana men mushukcham yo'qolib qo'ygandim, mushukchamni topib oldim. Tezroq turg'izak. Hoppa, ketdik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz bizning restoranimizga. Assalomu alaykum. Ana bizda sizlarda steak bormi? Ha, albatta bor. Nechta kerak? Mana shu sandiqni ko'ring, bor kerak. Hop. Oho, ko'paygan ovqatlar. Ha, ko'p qanotdi. Menga chips kerak. Nechta kerak? Hurmatli mijoz. Menga 4 ta chips. Keyin bo'ldi. Necha bo'ladi? Hozir hisoblab ko'ring. 2 ta izoborot bo'ladi. Hop. 2 ta ya. Ha, albatta. Mana shu sandiqqa solib qo'yaman. Ha, bo'pti, solib qo'yayki, avvalaman. Hop, soldim mana. Tekshirib oling. Ha, tekshirdim, solsiz. Hoppa. Bo'ldi. Endi bir kishilik joyda o'tirib yeyman. Voh, televizor ham bor ekan. O'tirib olamizda, yeymiz endi. Voh, qornim to'yib qoldi 2 ta dona chipsga. Hop. Endi menga buni saboy qilib saboy qilib olib ketsam bo'ladimi? Ha, albatta, olib ketavering. Ha, mayli, bo'pti. Ishingizga rivoj bersin. Rahmat. Mushukcham yo'qolib qoldi. Men mushukcham, qop-qora mushukcham bor yuribdi. Pish. Ket. Uyda uni ovqati yo'q. Hozir. To'xta. Gel. O'tirib tur. Bitta ovqat olib kelaman. Ha, aytgancha baliq bormi? Ha, bor. Menga 5 ta bering. 5tasi necha ming bo'ladi? 5tasimi? 5tasi 4 ta olmos. Hozir. Boyaga pulga qo'shib qo'ydim. Ha, bo'pti, ketavering. Endi ketdik.
Yürü git kuşacağım. Video qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Mushuklarning qorni to'q ekan. Ularni endi metkazib qo'ying. Nima ochdim? Hammasini ichkariga solib qo'yamiz. Endi ketdik. Mollarni ham boqamiz. Birinchi molimni boqamiz. Bu videoni qisqa-qisqa bo'lib beraman. Chiqib ketdik. Yuraden şurada.